Guardiola jamoasi Madridga yo'l oldi. Sanov tarixiy o'yinga tayyor. Yevropa futbolida hafta oxiri yana shov-shuvli kechmoqda. Chempionlar Ligasi umumiy guruh bosqichining so'nggi turi doirasida Manchester City Madridga safar qilib, mashhur Real mehmoni bo'ladi. Bu o'yin nafaqat jamoalarning mavqei, balki futbolchilarning kelgusidagi porlashi uchun ham katta ahamiyatga ega. Pep Guardiola ushbu muhim bahs uchun 25 nafar futbolchidan iborat keng ro'yxat tuzib, Madridga yo'l olmoqda. E'tiborlisi, ushbu ro'yxatda O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ham joy olgan. Demak, u qirollik klubiga qarshi o'ta yuqori darajadagi jangda maydonga tushishi mumkin. Bu o'zbekistonlik futbol muxlislari uchun alohida g'urur. Guardiola jamoasida raqobat keskin, tayyorgarlik esa yuqori darajada. Real bilan to'qnashuv Yevropa futbolidagi eng katta sahnalardan biri hisoblanadi va har bir o'yinchi o'z so'zini aytishga intilmoqda. Ushbu ulkan to'qnashuv 10 dekabrdan 11 dekabrga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da Santiago Bernabeuda start oladi. Husanov uchun bu o'yin nafaqat tajriba, balki Yevropada ismi keng tarqalishi uchun ham ulkan imkoniyat bo'lib xizmat qilishi mumkin.